Bunday yumshoq pishgan mol go'shtini siz hali Gulistonda ko'rmagansiz. Shoh kabob. Ko'rib chiqamiz. Bugungi obzorimizda dunyo restoran taomlari. Bu qo'ziqorli salatimiz. Qo'ziqorinlar sariyog'ga qovurilib, pomidor, bodring, go'sht, mayonez bilan zo'r chiqishgan. Ta'mi ham ajoyib. Yoshligimni eslatadigan baqlajon salat bu yoqda ham bor ekan, faqat rulet ko'rinishida. Mazza. Ta'miga gap yo'q. Souslar maromida. Sizlar ham yaxshi ko'rasizlarmi shu salatni? Kommentda yozib ketinglar. Hech qayerda yeb ko'rmagan taomimiz shoh kabob. Bu taomni yeb ko'rmasangiz katta xato qilgan bo'lasiz. Gulistonda bunaqasini dunyo restoranidan boshqa joyda topolmasligingiz aniq. 5-6 soat davomida yumshoq, og'izda erib ketadigan bo'lib pishirishar ekan. Menimcha narxi buncha go'shtga juda ham arzon. 4-5 kishi kelib 340 mingga bemalol yeb to'yib maza qilib ketasiz. Manzil 4-mavze. Yanada aniqroq manzil profilimizdagi lokatsiya bo'limida. Biz buni 4 kishi yeb tugatolmadik. Agar bir o'zi yeb oladigan do'stingiz bo'lsa, shunga tashlab qo'ying. Bunaqa mazali taomlarni siz dunyo restoranida topishingiz mumkin. Yanada qiziqarli obzorlarni ko'rish uchun bizga obuna bo'ling.